Assalomu alaykum agroteplik olam a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Holmay to'lmay yuribsizlarmi? Xonadonlaringiz tinchmi? Charchamayapsizlarmi? Mana aziz obunachilar, qop-qora biogomis mana. Orasida torf bilan aralashtirib qilganmiz, tashab qo'ydik. Aziz obunachilar, past qismidan ham gul. Video chiqarishdan charchamayman. Like, podpiska bilan meni ishim yo'q. Negativ ko'p gapiravermagin. Bu yerda dehqon manfaat yo'tayapti. Misol uchun, men video chiqarmasam ham menga hech qanaqa zarari ham, foydasi ham yo'q. Dehqon foyda qilsin deb qayta-qayta chiqaryapman bitta mavzuda. Lekin savol qayta-qayta o'sha narsa tushyapti, aziz obunachilar. Aziz obunachilar, mana ko'ryapsizlar? Bu yerda savol shuni aytishyaptiki, limonni gulini qanday qilib saqlasak bo'ladi? Mana girdi to'kiladi, o'zi to'kilmaydi mana. Girdi to'kiladi, mana qoladi o'zi. Limonni saqlash uchun qaytarib o'taman aziz obunachilar. 4 ta qonun bor, qoida bor. Birinchisi tagini namligi, ya'ni mana bu holatini. Mana siqqan paytingizda tuproq titilmaslikdan turishi, ya'ni mana shu holat. Birinchi qoidasi bu. Ikkinchi qoidasi, tashqaridan keladigan mana quyosh turibdi. Quyoshni to'sish uchun harakat, ya'ni teplitsani ichida harorat 18-22 dan oshmasligi kerak. Ko'pi bilan 24 ga borish kerak. 24 dan oshdiki, gullar to'kiladi aziz obunachilar. Qayta-qayta shu narsani aytayapman. Shu narsaga e'tibor beringlar. Mana bunaqa narsa qilinglar. Men oddiy narsa qilib qo'yganman mana. Endi hozir buni ishlashini ko'rsatay desam, hamma narsa bu yer suv bo'lib ketadi. Mana oddiy texnika. Bitta bu yerda nasos, bu yoqda shlanka. Mana. Ozgina ochamiz. Mana ochdim, ko'z aynalish boshlaydi. Mana. Hozir ozgina ochdim. Mana. Napor qo'shavergan sari sepishni boshlaydi o'zi. Ko'ryapsizlarmi? Oddiy texnika. Mana. Oddiy texnika. Oddiy 25 talik shlanka, bitta nasatka. Mana napor qo'shavergan sari o'zi menga kelyapti o'zi ana. 3 metrgacha, 6 metrgacha sepadi mana o'zi. Limonga tushishni boshlayapti, e'tibor beringlar mana. O'zi limon barglar o'zi mana yashnashni boshlayapti mana. Ko'ryapsizlarmi? Hali men to'liq qo'shganim yo'q. To'g'ri qo'shadigan bo'lsam e'tibor beringlar sepishini. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Mana. 3 minut. Gap bormasdan mana 1 daqiqada limon mana ko'ryapsizlar? Qanaqa holatga keldi mana limon. Mana srazi teplitsani ichi shabada mana o'sha hosillar saqlash boshlagan mana. Mana barglar o'sha nam mana ko'ryapsizlar, toza bo'lib turgan. Mana bu xudojnikka e'tibor bermaymiz, o'tgan yil xudojnik. Biz ana bu yangi chiqqan atroskalarga e'tibor beramiz. Yangi chiqqan atroskalar mana kasali yo'q, hech narsasi yo'q. Mana yangi chiqqan atroskalar. Bu o'tgan yilki narsa bu. Bu hech qanaqa limon gullash yo'q, hosilni saqlashga hech qanaqa daxli yo'q. Mana e'tibor qilsangizlar, ishlab bo'lib ketgan xudojnik mana ketib bo'lgan buni. Mana. Mana bu to'kiladigan gul mana. Girdi qizil, changlatuvchi. Xohlaysizmi yo'qmi gul to'kiladi. Mana texnika, mana shuni oddiy texnika qilganman. O'rtada 3 ta qilganman. Bu yerda 45 ta limon bor. Kichkina teplitsa bu. Men как будто bu auditoriya, misol uchun sizlarga video olish uchun limon qoldirganman bu yerda. 45 ta limondan uzog'i 12 ta limon qoldirganman, qolganini chiqarganman. Ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yerda bitta, nari yoqda bitta, nari yoqda yana bitta, nari yoqda bitta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana
ichida changlatish kerak. Changlatadigan apelsin, mandarin bo'lsin deydigan gaplar chiqadi. Mana limonadagi ichida hech qachon apelsin, mandarin bo'lmagan. Mana asalari o'zi changlayapti. Mana hozir men ko'rsataman situatsiyani. Mana asalari o'zi changlayapti. Mana ko'ryapsizlar? Mana hech qachon changlatuvchi daraxtlar bo'lmagan. Shu yil sotuvdan qolgan mana bir apelsinim bor. Mana quyoshda qolgan. Mana shuni ham mana asalari changlayapti shuni ham. Mana bitta apelsin bu sotuvdan qolgan bu, lekin shu ham mana hosillarni ushlagan mana. Sredni shu ham mana. Sredni shu ham 3 kilo 4 kilo hosil beradi mana ushlagan o'zi. Shunda ham to'kilish bor, chunki bu yerda hech qanaqa zashta yo'q mana. Oddiy to'rsetka. Mana bu shu yil 80 kilo oldi. Endi sekin-sekin mana gullashni boshlayapti, hosilni ushlagan o'zi sirazi. Mana kech gulladi bu, kech gullaganning foydasi mana. Mana sekin-sekin yaxshi gullayapti mana. Shuning uchun limonni erta gullatmanglar obunachilar. Limon gullaydigan asosiy davr. Mana hozir bu yerda hech qanaqa hosil yo'q, mana ko'ryapsizlar, sekin-sekin gullashni boshlayapti. Mana bu tomonda ham sekin-sekin gullashni boshlayapti. Mana mayda-mayda gullashni boshlayapti. Mana bu ham kechki, mana kechki qildirish xohlaganman mana. Mana ko'ryapsizlar, kechki. Bu hali umuman quyoshning nuri bunga bahorni, ya'ni bahorni harorati hech qanaqa zarar bera olmaydi, chunki bu uje mana chiqqasola hosilni saqlayapti mana. Chiqqasola mana hosilni saqlayapti mana. Ko'ryapsizlarmi, natija qanaqa bo'ladi? Bu esa mana, bu esa erta gullagan. Erta gullagan hisobiga mana bu to'kilgan narsalar erta gullagan hisobiga bo'ladi aziz obunachilar. Bitta narsani hisobga olinglar. Misol uchun sizlarga bitta tabiiy manba keltiraman. Misol uchun siz mashinangiz yurish uchun benzin solmoqchisiz. Lekin sizning mashinangiz suvda yuradi. Обязательно benzin solganingizdan keyin mashinangizni motorni kuydirib yuboradi. Yoki teskarisi benzin bilan yuradi. Siz suv solmoqchisiz yurish uchun. Motoringizni kuydirib yuboradi. Bu ham shunaqa situatsiya. Gullash payti martni oxiri, aprelni boshi gullasa mana hosilni ushlaydi. Mana bular mana ushlagan kech baroq gullagan ham mana bunaqa holatda ham ushlashi mumkin. Mana bunday holatda ham. Bitta narsani tushuntirib o'ray. Har yili misol uchun shu narsa bilan yondashib kelaman. Ko'pchilik sezadimi yo'qmi? Erta gullagan limon gulini обязательно to'kiladi. Hosildori kam bo'ladi. O'z vaqtida gullagan limon hosildorlik yaxshi bo'ladi. Sababi kech gullagan limon ortiqcha ozuqa talab qilmaydi. Sharoit talab qilmaydi. Erta gullagan limon albatta ozuqa talab qiladi. Misol uchun quyosh nuri, ya'ni ultrabinafshadan saqlanish uchun preparatlarni sepdiydi, boshqa deydi, gulim to'kaman bo'lmasa deydi. Shu uchun gul to'kilishga olib keladi. Kech gullagan bo'lsa harorat talab qilmaydi. Qanaqa bo'ladigan bo'lsa shunaqa hosilni ushlaydi aziz obunachilar. Shu uchun iloji boricha misol uchun sizlarga tushuntiraman. Videomiz foydali bo'lsa bo'lish aniq, chunki bo'ladigan gaplarni aytayapman. Misol uchun yangi yildan keyin dekabr oyidan boshlab ozgina teplitsani shamollatishni boshlashimiz kerak. Tashqaridan minus bo'lmasa ochib, masalan, polni ochish kerak emas, 5 sm 4 tomonni ochib qo'ysak, teplitsani ichida harorat tushadi. Biz nima qilamiz?
ochish yoqmaydi. Ochgandan keyin yopish yoqmaydi. Teplitsani tambalab tashlaymiz. 4 tomonni yopib tashlaymiz. Qarabsizki, dimiqib kelgan limon gullab boradi. Ya'ni muddatidan oldin gullaydi. Muddatidan oldin gullagandan keyin sekin-sekin tashlashni boshlaydi. Misol uchun sizlar dehqonsizlar, bilasizlar bu narsani. Bo'ladigan gapni aytyapman. Sekin-sekin tashlashni boshlaydi. Dorini sepasiz, xarajatni qilasiz, lekin befoyda bo'ladi. Sababi vaqtida siz limonni o'z vaqtida gullashi uchun harakat qilmagansiz. Ya'ni teplitsani ochmagansiz, dorilarni bermagansiz. Tagidagi namlikni bir xil ushlamagansiz. Hozir to'kilmaydi desa, masalan, yolg'on bo'ladi. Mana to'kilmaydigan limonning o'zi yo'q. Mana pastda menda ham limon to'kilib o'tiribdi. Lekin shunda ham ustida mana Xudoga shukr, hosili bor. Shu uchun limonni o'z vaqtida gullashi uchun harakat qilishimiz kerak. Misol uchun biogomes desam, ko'pchilik kilosi 2000 turar ekan, 3000 turar ekan, qimmat ekan. Ammo menda 1000 ta limon bor. 1000 ta limonga 10 kilodan so'sam 10 tonna bo'lyapti, 10 tonna bunaqa bo'lyapti degan gaplar bo'lyapti. Meni vazifam sizga ma'lumot yetkazish. Xarajati sizni bo'yingizda bo'ladi, aziz obunachi. Siz misol uchun Toshkentda Baxtiyor aka degan odam bor. Abreskani noto'g'ri kesgan, kimdir kelib o'sha keyingi yilni o'ylab ikkinchi marta повторно abresiya qildirdi shu odam. Sababi keyingi yilni o'ylayapti. Ya'ni bu yilni o'tkazib yuborsam, abreska noto'g'ri bo'lsa, hosildorlik pasayadigan bo'lsa, daromadim yo'q bo'ladi, deyapti-yu. Misol uchun yo'l kira, benzin puli, hamma narsani to'lab chaqirdi misol uchun. Kutib oldi, yaxshi bo'ldi. Keyingi yilda misol uchun hosildorligi yaxshi bo'ladi. Birinchi abreskasi noto'g'ri bo'lgan. Shu uchun o'ylab shu narsani qildi. Biz nima qilamiz? Xarajatidan qochamiz. Ustidagi 4 setka desa 4 setkadan qochamiz. Ichida dajdivalka desa dajdivalkadan qochamiz. Dorilar desa dorilardan qochamiz. Yakunda esa hech qanaqa hosil bo'lmaydi. 5 yil bo'ldi, 6 yil bo'ldi. Limonimda hosil yo'q deb o'zimizni yeymiz. Mana ko'ryapsizlar? Asalari. Mana asalari yurtda ana ichida mana. Mana bir emas, kim nechta. Ximikat umuman sepmayman. Ximikat hisoblanmaydi. Ximikat nima hisoblanadi? Karate, uragan, karat, bunaqa preparatlar, masalan, hozirgi dimovoy chashka, boshqa narsalar ximikat hisoblanadi. Bu kaliy, fosfor, monokoliy fosfat, NPKlar bular ximikat hisoblanmaydi. Ozuqa hisoblanadi. Hech qanaqa ozuqasiz limon bo'lmaydi, aziz obunachilar. Ozuqadan ayamanglar. Maksimalni videoni tarqatib do'stlaringizga foydali tomonni keltiringlar. Menga like, podpiska emas, dehqonlarning foydasi kerak. Lekin dehqonlarga yetib boradigan narsa ko'p ko'rilishi uchun, rekka tushirish uchun, ya'ni platforma bu, platformaga tushish uchun ko'proq like bosilishi kerak. YouTube platformasida ko'p like bosilganidan keyin ko'p ko'riladigan platformaga tashlaydi. Ya'ni misol uchun ommaviy dunyo platformasiga tashlagandan keyin qozoqlar ko'radi, qardoshlarimiz, turklar ko'radi, tojik qardoshlarimiz ko'radi, qirg'iz qardoshlarimiz ko'radi. Misol uchun turkman yoki rus, shunga o'xshagan millatlar ko'radi. Ko'pchilikka foydamiz tegadi. Yoki O'zbekistonni har jabqasi Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent, Buxoro, Samarqand, Vodiy hammasi ko'radi. Yoki bu yoqdan Xorazm, Qoraqalpoq hammasi ko'rgandan keyin prosmotr bo'ladi. Ya'ni 12 mingta, 100 mingtagacha prosmotr bo'ladi. 100 mingta prosmotrni yig'indisi like. Misol uchun 500 ta like bo'ladigan bo'lsa, uni 5000 ta odam ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol uchun 10 mingta like bo'ladigan bo'lsa, uni 100 mingta odam ko'rishi uchun imkoniyat bo'ladi. Bitta like'is, bitta prosmotr, bitta like'is, bitta prosmotr. Buni misol uchun istasangizlar YouTube kanalimizga video qilib tashlayman. Hech qanaqa bundan menga daromad kelmaydi. Faqat maqsad videoni gapiryapman, misol uchun 12 minut, 14 minut, 15 minut gapirdim.
gapirgan gapimni foydasini dehqonda ko'rishni xohlayman. Shu uchun harakat sizlardan. Maksimalni yordamlashasiz degan umiddaman. Tanajonlar sog' bo'lsin. Agroteplisa olami doim har kunlik sizlarga yordam berib boradi. 2 kunda bir savollaringiz bo'lsa, Telegram kanaliga o'tsangizlar, ma'lumotlar agar bir xil bo'ladigan bo'lsa, 10 kishiga bo'lsa ham bitta savolga javob beraman aziz obunachilar. Negativ aytayapti, Telegram kanalida odam yig'ib, savolga javob bermayapsiz, boshqa deyapti. Har bitta savolga javob beryapman, lekin 10 ta 15 kishi bitta savol bergan bo'lsa, hammasiga yig'indi qilib bitta javob tashlayapman. Bu narsadan xafa bo'lmaysizlar, chunki har biriga aytib o'tirish mumkin emas, chunki har biriga bitta gapni aytadigan bo'lsam, mutaxassis emas ekan, boshqa ekan degan xulosaga keladi. Lekin har bitta rasmda bitta xulosa kelyapti. Ya'ni o'sha 4 ta qoida buzilgan. Ya'ni harorat 25 dan oshgan, tagidagi namlik yo ko'payib ketgan, yo kamayib ketgan, oziqa yetishmasligi bor. Teplisaning ichi dimiqib ketgan, havo yo'q. Noto'g'ri agressiya qilingan, qishda sovuq ta'sir qilgan. Mana shunaqa qoidalar bilan menga savol tushadi. Hammasi bir xil bo'lgandan keyin 10 kishi 15 kishiga bitta ma'lumot beraman. Tanijonlar sog' bo'lsin, Agroteplisa olami. Doim siz xizmatingizda. Hurmat bilan Oxunjon.